Diqqat, diqqat, e'lon! 2025-yilning 6-dekabr kuni Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani G'azalkent shahrida yashovchi Alisher Qassob akamizning katta ko'pkarisi belgilandi. Ko'pkari sababchilari Mamlakatxon onamizning 73 yosh yubiley to'ylari hamda Alisher akamiz farzandi Usmonjon, Alisher akamiz nabiralari Muhammad hamda Alilarning sunnat va xatna to'ylaridir. Ko'pkari solimlari tuyalar, toylar, tanalar, qo'chqor, sarka, gilam hamda pullik solimlardir. Oxiriga syurpriz solim tikiladi. Ko'pkarini Jando'st Tulenov hamda Qahramon Qurbonovlar boshqarib boradi. YouTube xizmatida Sanjarbek TV bo'ladi. Ko'pkarimiz o'sha mashhur Mustang maydonida chopiladi. Barchangizni ko'pkarimizda kutib qolamiz. Assalomu alaykum, hurmatli atletlar, palvonlar. Xudo xolasa mana O'zbekiston Respublikasi Toshkent oblasi Bo'stonliq audanidagi yerga belgili atletga yerga Alisher Qassob bilan tanilgan Alisher Qassob og'amizning uyidamiz. Xudo xolasa Alisher og'amiz Xudo xolasa yelni jiyib as berib, alsqa taqna xatchi o'slar ulkan ko'pkar qo'y bergili жатыр. Xudo xolasa o'z kelajatgan yilning 6-dekabr kuni o'zlaringizga belgili bo'lgan barchamizga Mustang atымен tanilgan ko'pkarxonamizga chaqiramiz. Xudo xolasa ko'pkar to'yimizning boshqa sababchilari Alisher og'amizning onasi Mamlakatxon onamizning 73 yosh to'yi. Qolaversa Alisher og'amizning farzandi Usmon, tag'da nevaralari Muhammad, Alilarga arnab jasorlatgan ko'pkar to'yimizga kelingizlar. Ko'pkar to'yimizning salomlari o'ta qo'maqli, ay kuyi, tag'da aqshalay salomlar bo'ladi. Xudo xolasa omon bo'lingizlar, to'yimizga kelingizlar.